Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Quyidagi savolimizda berilgan misolni hisoblang degan savol kelibdi. Bu misol ishlashda birinchi navbatda nimaga ahamiyat beramiz? Demak, kasr suratiga ahamiyat bersak, hammasida bir xil son, ya'ni 15, 15, 15 o'tish holatda ketgan. Va kasr mahrajiga ahamiyat beramiz, hammasi bir xil songa oshib ketmoqda, ya'ni hop 10 bilan 3, ikkalasi farq qilayotgan son 3 bo'ladi. Ya'ni bu misolimizda kasr suratda turgan sonlari bir xil va mahrajlari bir xil songa oshib ketsa, qanday oshlaymiz? Demak, birinchi navbatda kasr suratini yozamiz 15 hamda mahraji oshib borayotgan son yoziladi 3. Qavs ichida har doim 1 taqsim birinchisining mahraji 10 minus 1 taqsim va oxirgisining mahraji 100. Xo'p, berilgan misol, ya'ni berilgan ifodani hisoblasak, misolimizni to'liq yechimiga topgan bo'lamiz. Demak, davom ettiradigan bo'lsak, 15 3 ga bo'lsak 5 ko'paytirib, qavs ichini hisoblaydigan bo'lsak, 9 taqsimda 100 chiqadi. Xo'p, qisqartiradigan bo'lsak, 9 taqsimda 20. Ya'ni berilgan misolimizning javobi 9 taqsim 20 ga teng bo'ladi.